Mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining faoliyatini baholash va moddiy rag'batlantirishning yangi tizimi joriy etilmoqda. Unga ko'ra, hokimliklar xodimlariga ish haqqi to'lashda lavozim maoshi bilan bir qatorda eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlariga erishish darajasi uchun har oylik ustamalar, malaka darajalari uchun to'lovlar, mukofotlar hamda bonuslar hisobga olinadi. Shu munosabat bilan hududiy hokimliklar mas'ul xodimlari uchun seminar tashkil etildi. Tadbirda ishtirokchilarga yangi baholash tizimi, hisobot shakllari va xodimning faoliyatini suhbat orqali baholash jarayoni haqida amaliy ko'rsatmalar berildi. Yangi tartibga muvofiq agar hokimlik xodimining faoliyat samaradorligi 100 va undan yuqori bo'lsa 15% gacha, 85 dan 100 gacha bo'lsa 10% gacha, 70 dan 85 gacha bo'lsa 5% gacha ustama to'laydi. Bu tizimni amalga oshirish maqsadida Boshqaruv samaradorligi agentligi tomonidan mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlari faoliyatining samaradorligini eng muhim ko'rsatkichlar asosida baholashning namunaviy tartibi ishlab chiqildi. Bu hujjat iqtisodiyot va moliya, kambag'allikni qisqartirish va bandlik, raqamli texnologiyalar vazirliklari hamda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi bilan kelishilgan holda Adliya vazirligi tomonidan davlat ro'yxatdan o'tkazildi. Baholash mexanizmi to'g'risida tushuntiradigan bo'lsam, umumiy 100 ballik tizimda baholanadi. 60% ularning asosiy faoliyatiga qaratilgan, 30% ijro intizomi va 10% mehnat intizomi. Bundan tashqari qo'shimcha ravishda xodimlarning tashabbuslarini 10 ball bilan qo'shimcha baholash ko'zda tutilmoqda. Boshqaruv samaradorligi agentligi va mas'ul vazirliklar tomonidan bu yo'nalishdagi ishlarning bosh maqsadi mahalliy ijro organlari faoliyatini samarali tashkil etish, xizmatda mas'uliyat va natijadorlikni oshirish, shu orqali fuqarolar manfaatlariga xizmat qiluvchi zamonaviy davlat boshqaruvi tizimini shakllantirishdan iborat.